Assalomu alaykum akalar. Kia Carnival 6 silindrli 2.7 motorimizda yig'ilish jarayoni. Buni yangi ustalar ochganda metkasi qanaqa ekan deb o'ylashadi. Hozir qiynalishmaslik uchun metkalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu tomoni remenya holatda nima aytib turganda baqa qarab turibdi metkasi. Buni sal yon tomonroqda turibdi. Shu holatda arkasi solinadi. Sepi. Shunga ko'pchilik o'ylanadi qanaqa bo'lar ekan deb. Mana bag'da metkasi bor, sepda bor. Bag'i ana tepada turadi. Bu ana arqa tomonda. Bu tomoni xuddi shunaqa mana bag'da metka bor. Ikkinchisi tepada bo'ladi, keyingisi sepda. Bu videoda shunaqa ustidan ishlangan jo'natib qo'yinglar. Carnival ochishganda qiynalishmaydi, xudo xolasa.